Chunki bu lager menga juda yoqib qoldi. Chetda ko'p o'rtoqlarni topdim. Zamonaviy talablarga javob beradigan, Yotoqxonalar hammasi zo'r, xavfsiz muhitda qurilgan. Albatta ko'p narsalarni o'rgandik. maza qilib, dam olib yuribmiz. Bu oromgoh juda ham yoqyapti menga. Robotexnika to'garagiga bor, raqs to'garagiga bor, shaxmat to'garagiga bor, IT to'garagiga bor. Bilimli oromgohimiz ko'rib turibsizlar, yangi qurib bitkazilgan. 2026 yoz mavsumida biz 5 ta smenda faoliyat olib boramiz. Jami 200 dan bola. Hozir birinchi smenamiz ketyapti. Mana 200 nafar bolamiz bor. Oromgoh sharoitini ko'ryapsizlar. Oromgohimiz yangi, shu zamonaviy talablarga javob beradigan, shinam, xavfsiz muhitda qurilgan, Tog'yon bag'ridan Farg'ona tumanining avval turistik Moskvada joylashgan. Bolamiz kayfiyatini bilyapsiz, oromgohimizning sharoitlari boshqa haqida. So'raladigan savol bu bolalarning xavfsizligi, hamma ota-onaga xavfsizlik kerak. Birinchi navbatda aytishim mumkinki, oromgohlarda, yangi O'zbekiston oromgohlarida xavfsizlik nuqtai nazari bu eng asosiy masala. Biz uchun ham ota-ona uchun ham har bir bolaning xavfsizligiga biz javob beramiz. 12 kun ota-onasi bizga ishonib topshirishadi. Birinchi navbatda oromgohda tunu kun ichki ishlar xodimlari, qo'riqlash xizmati xodimlari, Milliy gvardiya xodimlari, favqulodda vaziyat xodimlari, sanitar epidemiologiya markazlari, shifokor va hamshira mana shu 12 kun davomida tunu kun shu yerda yashab xizmat ko'rsatishadi. Har qanday holatda ular nima holat bo'lishidan qat'iy nazar bizga yordamchi, ko'makchi bo'lishadi. Ikkinchisi, oziq-ovqat masalasi. Oziq-ovqat bu asosiy masala. Oziq-ovqatimizdan mana kelganda o'sha sanitar epidemiologik xodimlarimiz har bitta ovqatimizdan namuna olib, har bitta bizga kelayotgan ovqatlarni, o'sha sertifikatlarini olib, menyu bo'yicha tasdiqlangan, ro'yxatdan o'tgan, bizning iqlimimizga mos tushgan menyu bo'yicha taomnoma tayyorlaymiz. Yo'llamani xarid qilishning ikkita yo'li bor. Birinchisi, ota-onalarimiz o'zlari ishlayotgan tashkilot, korxonani kasb uyushmasi boshdan tashkilotga murojaat qilishlari mumkin. Ularni o'sha 50% yoki 40% yo'llama mablag'ini o'sha ishxonalarga to'lab berishadi. Qolganlari o'zlarining ota-ona badali hisoblanadi. Yoki oromgoh.uz saytiga kirganda O'zbekistondagi hamma oromgohlar ochiladi viloyatlar kesimida. Bizning Farg'ona viloyatiga kirganda Farg'onadagi 9 oromgohimiz ochiladi. U yerda oromgoh sharoiti, dasturlari, joylashishi, kun tartibi hamma ma'lumoti bor. Ota-onalar o'sha yerda onlayn hamma narsani xarid qilishi mumkin yo'llamalarni. Va ularning ma'lumoti bizga o'sha o'zimizning platformamizga kelib tushadi. Biz bolalarni qabul qilamiz. Kunda birinchi qismda bolajonlarimiz to'garaklar bilan, basseyn bilan band bo'lishadi, cho'milishadi. To'garaklarga kelamiz. Bizda yangi to'garagimiz, robotexnika to'garagi bor, raqs to'garagi bor, shaxmat to'garagi bor, IT to'garagi bor, mohir qo'llar, rasmchilik, karaoke, madaniyat, san'at, media, notiqlik tayp 10 dan ortiq to'garagimiz faoliyat yuritadi. To'garagimizda mana shu malakali tarbiyachilar biriktirganmiz. Kunda birinchi yarmida bolajonlar mana shu to'garaklar band bo'lishadi. Kunda ikkinchi yarmida o'sha tushlikdan keyin yana mana shu to'garaklarda, cho'milish havzalarida turli interaktiv o'yinlar o'ynab, kun bo'yi vaqtlarni mazmun o'tsa va kechga o'sha ko'rib turgan amfiteatrlarda har kuni madaniy dasturlarimiz bor. Bizda Oromgohda 12 kunlik namunaviy dastur asosida bo'ladi. Mening ismim Mamirov Miravzal. Men Farg'ona shahar 6-maktab o'quvchisiman. Bu lagerga men o'tgan yil ham kelganman, bu yil ham keldim. Chunki bu lager menga juda yoqib qoldi. Hamma sharoitlar bor va ko'p to'garaklar bor. Men hozir kompyuter to'garagida qatnashyapman. Bu yerda hamma bolalar o'tirib, o'zi kompyuterdan nima qila olishini ko'rsatishi mumkin. Bu yerda yotoqxonalar hammasi zo'r, hamma tarbiyachilar, vositachilar hammasi bizga yaxshi qarab, maza qilib, dam olib yuribmiz. Men Layla Tilabayevaman. 8-sinfda o'qiyman bu yil. Bilimdon oromgohiga keldim. Chetda ko'p o'rtoqlarni topdim. Bugun biz mohir qo'llariga to'garagiga keldik. Albatta ko'p narsalarni o'rgandik. Bu oromgoh juda ham yoqyapti menga.